Aziz kuzatuvchilar, bugun Sanjarbek patsientimiz Qumqo'rg'on tumanidan kelgan. Bu yigitda ichki gemoroylar bezovta qiladi. Ba'zan qonab turganligi uchun va bezovta qilib og'riganligi uchun bizga murojaat qilib keldi. Hozir lazerni operatsiyamizni boshlayapmiz. Bemorimiz tayyor. Hozir biz og'riqsiz usulda lazer bilan yarim soatda operatsiya qilamiz. Aziz kuzatuvchilar, Qumqo'rg'onlik patsientimiz 2001-yil tug'ilgan. Operatsiyamizni boshlayapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sanjarbek qalay? Uyqu bilan kelgandim, xotirjam yotibmiz. Operatsiya og'riqsiz o'tdi? Og'risiz o'tdi. Lazerni operatsiya mana shunday bo'ladi, og'riqsiz, tig'siz. Eng asosiysi unda jarohat qilib yara qilganimiz yo'q. Aziz kuzatuvchilar, mana biz ikkinchi patsientimizni ham lazerni operatsiyamizni tugatdik. Mana Sanjarbek ukamiz yaxshi. Hozir operatsiyadan keyin yarim soat damini olib, mana pastga hozir kabinetimizga tushdi. Kerakli tavsiyalarni berdik. Mana opasi bilan bemalol uyga ruxsat beryapmiz. Uyga ketadi, ertaga pervaskasini qilib beramiz. Shu bilan kelmasa ham bo'ladi. Hozir qalay, yaxshimi? Yaxshi hammasi. Qancha? Davom ettirasizlar, bo'ptimi? Ertaga ko'rishamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga natijalarimizni, lazerni operatsiyani natijalarini ko'rsatib boramiz.